Grisha, osteoxondroz, gemorroy, nevroz, stress, bormi? Bel og'rig'i, bosh og'rig'i, kista, miomachi. Buning bo'ladigan bo'lsa, Muyassar Otajonova bilan uchrashishingiz shart va zarur. Klinikamiz adresini zudlik bilan aytib o'ting, chunki hozir kuz mavsumi, hammada og'riqlar ko'zdan vaqt. Muyassar Otajonova o'zi doktor, Moskvada ta'lim olib kelgan, ham tabib, qo'llari yengil, xudo xohlasa davo topib ketasizlar. Manzilimiz stadion Dasovdan o'tgandan keyin qator zdaniyalarim tengida klinikamiz sizni qarshi oladi. Yana Samarqanddan ham kelibdilar, mehmonlar, xush kelibsiz. Qadrlaringiz hasanat. Gelgenizde şu derdinizde xalos bo'lib yetkaysiz. YouTube'dan gördünüz menimcha. YouTube'dan ko'rdim. Otizmi? Saydaxon. Ilohim shifo bo'lsin. Muyassar Otajonova ko'pchilik YouTube'dan ko'rib kelib turdilar. Hozir kuz mavsumi bo'lgani uchun og'riqlar qo'zg'agan payt. Shunday ajoyib operatsiyasiz, tig'siz davolanaman, dardimga davo topaman deganlar, albatta kelib uchrashib, sog'lig'ingizdan befarq bo'lmang. Bize de gelip yatıp davalanaman deseniz de bu imkaniyetlerim var. Ayniqsa uzaktan keladilar, yatıp xonalarımızda davalanıp derdine şifa topib chiqib ketadilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muyassar Otajonova ajoyib doktorimiz ham tabibimiz desak ham bo'ladi. Shu akalarimiz bo'ladi. Necha yildan faoliyat yuzatyapsiz? 36 yildan oshdi. Moskvadan o'qigan ekansiz. Bu yerdan diplomlari, litsenziyalari hamma narsasi bor. Ko'proq nima kasalliklarni davolaysiz? Ko'proq grijadan davolayman. Suyak yemilishlar, paliativ kasalliklar, artrit kasalliklarini, davleniya, yurak, oshqozon, ichak, o't, bog'riq, jigar, xotin-qizlarimiz bepushtliklari, boshqa kasalliklar ham kista miyommalari. Zudlik bilan ham davolaysiz. Massaj bilan ham ko'rib chiqdim. Yoshi kattaroq auditoriyalar bor uchun ko'proq ma'lumot berishni yo'lladim. O'zi bilan YouTube'dan ko'p qo'yadi ekanlar. Instagramga reklama qo'yish uchun birinchi bizani chaqirdilar. Alloh shifosini kasallarga bergi, sizga ham kuch-quvvat. Rahmat. Obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa, yaqinlaringiz yoki bir kimnidir nira olib bo'lsa, bemalol manzillariga yo'llasanizlar, tez shifo topadi. Haqiqiy joy o'tsetni xalqimizdan olamiz. 17 kun bo'lib deganingiz-ay. Nima og'riq bilan keldingiz? Grija Bel og'riq, oyoqlar, grija. Ochlaricha 2 bukilib kelgan, aka xudo shukr, sog'lancha turib o'rningizda bir ko'rsatib bering qani. Yurib bilmaydigan darajada keldi dadalarsizmi? Yaxshimi? Bilmayman, yaxshimi, yurib bilmaydim aslında. Shu massajlari bilan, Biatok, massaj, hijama, shular bilan yaxshilashib ketdim. shunda tig'siz ham grijani davolab bo'ladi ekan. Bo'lar ekan, Allohga shukr yaxshiman. Chunki o'zim boshimga tushgan, bundan necha yillardan grijan operatsiya qilganman, davo bo'lmagan. 7 oydan keyin o'zingizdan xuddi shu o'rindan shu grijan paydo bo'lgan. Oldirganda foydasi yo'q, lutfi shunday turib davolatib, dardingizga davo topsangiz bo'ladi ekan. Massaj ko'p narsalarni davolaydi. Chunki qon aylanishini yaxshilab, qonni yuritib, odamni qizdirib, kasalliklarni daf etadigan bu ko'proq massaj. Necha yil bo'ldi ish faoliyatingiz yuzasiz? 5 yil bo'ldi. 5 yil bo'ldi. Bu yerdagi kelib turgan mijozlar, yotgan mijozlarni kunda massaj olib borasang, yengillashib, yaxshi bo'lib chiqib ketadilar. Massaj uykuni yaxshilaydi, stressi orqasidan qoldirib, tinchlantirib beradi. Aynan. Uyqu, stress, og'riqlarni qoldirib, tinchlantirib beradi. Ukol dorisiz ajoyib massajimiz. Ming darda davo zudlikina ajoyib g'ijamalarni qiladilar. G'ijamalarni tochkalaridan qarab qo'yasiz, to'g'rimi? Avvalining yarisi grija qo'yamiz. Bu kez grija bo'lgan bu kezlarimiz. Hozir shu o'rindan grija tochkalarini qo'yamiz. Bu yerina 2 tochka, bu yerina 2 tochka qo'yiladi grijada. Grija o'zi yosh qarini tanlamaydi turibdi. Keyingi vaqtda faqat yoshlarimiz bo'lib turibdi desak ham adashamiz.